Hamma yoqlar sizlardan hammamda o'sha sizlardan ham asoschi bo'lgan. Bugun nima o'rganishni yaratgan bu yerda Prispas degan narsa kelgan ekan. Shuni olishga masalan ya'ni so'ng yo'l kartasini olish. Bunimizga kerak bo'ladi bu narsalar. Hozir masalan so'raymiz. Masalan siz narsa qaysi biridan joylashtirilgan platformaga TikTok, Instagram, YouTube. Hozir YouTube'dan qilmasam bizning taklif kodi deyapmiz. Hozircha men taklif kodini yuklayapman. Men taklif kodini keyin yuklayapman. Yuklab chiqaman. Mana kelar taklif kodini yuklayapmiz. Buni hozir yuklab oldik. Men kiramoqdaman. Akkauntimga. Yangi akkaunt bot hali. Men o'zim harakat qilmoqchiman. Mana kodni, taklif kodim degan narsa do'stlaringga berishlayman. Men hozir shuni men qilaman. YouTube bo'yin ish havolasini kiriting. Ya'ni men shu videodan sizlarga hozir o'rgatib o'taman. Nima qilish kerak? Men hozir sizlarga YouTube'dan ko'rsataman. Sana misol uchun nima desam bo'ladi? PUBG Free Pass points deyapman. Qarasa kilo chiqdi. Misol uchun shundan olam qilish. Shu narsani qilish kerak bo'ladi akalar. Shunday va o'zimiz yetdi.